kuniga rozi bo'lmasdan kattaroq yeyman, kattaroq ichaman, riskovat qilmasam bo'lib ketmayman ekan deb qarzga kirmoqchi bo'lib turgan birodarim, bilib qo'y. Avvalambor bu ishingdan Alloh rozi bo'lmaydi. Shuni o'zi seni qarzdan qaytarish kerak. Qarz seni xotirjamligingni, vaqtingni, sog'ligingni, asabingni, tinchligingni, halovatingni olib qo'yadi. Qarz seni boshingni egib qo'yadi. Boshqalarga muhtoj qilib qo'yadi. Qarz seni xorlikka, zulmga duchor qiladi. Imkoning yo'qmi? Qarzga botib restoranda katta to'y qilma. Chunki to'yni ertasi ham bor. Esingdan chiqmasin, qarz o'g'il bolani ishini orqaga tortadi. O'g'il bolaning shijoatini, g'ayratini so'ndiradi. Alloh azza va jalla kuniga rozi bo'lib yashashlikka hammamizga tavfiq bersin.